Salom bilan sizlar bilan o'sha men endi Husan Minecraft UZB bo'la короче Geyser Minecraft'da ismini o'zgartirdim. Challenge keldi. Dreamly qilib turib nima Water Drone qiling dedi. Men ash shartini bajaraman. Bittada bo'ldi aytgancha bu oddiy emas. Bu da yana tushishim kerak bo'ladi. Let's go. Tepalikka o'tamiz. Oxirida sovg'a degan sovg'a bor, ya'ni bolalar men 100 mingta bo'lishim kerak. YouTube'da ko'rib yotsam 0 Minecraft UZB oddiy menidaqa Minecraftdan skin qo'yibdi. Men yaqinda qo'yaman. Skinslar ishlamayapti, короче. Skinsim ishlamayapti, ya'ni skins qo'ymoqchiman. ChatGPTga ham aytib ko'rdim. Nima bo'lmayapti, nimagadir. Go! Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Men qilyapman, shu xabar keldi, mana shunaqadan sakren dedi. Kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bugun yangi video chiqdi. Oxirgisi qoldi. U ham bo'lsa mana unda. Kanalga obuna bo'linglar, hammaga aytyapman. Tak. Men nimaga unaqa qilyapman? Yo'q. Uzr bolalar, qaytadan qilaman. Ya? Hech nima yo'q. Oppa. Tepada paydo bo'laman ekan bu. To'q. Agar men bunga oppa. Mana jonim to'lib olsin. Zombilar yo'q. Yo'q. Lekin tushunaman. O'ylab qolyapman, bo'linmagandir. Hoppa, narsalarni olamiz. Xabar yozilgan ekan, oxirida o'qiymiz. Endi rejaga o'tamiz, oxirgisi. Vallahi bilmasdan tushib ketdim. Hammada bo'ladi, to'g'ri, bilmasdan tushib ketdim. Tak, yo'q. Tushunmadim, bolalar nimaga aynan shuna bo'lyapti? Короче, oxirgi shartini uddalayapman.